Bugun Samarqand shahridagi Universitet xiyobonida Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda muxbirimiz Dilnoza Berdiyeva jarayonlardan xabar berishga shay turibdi. Marhamat Dilnoza. Assalomu alaykum, yana bir bor Umid aka, katta rahmat. Haqiqatan ham ko'rgazma o'z ishini qizg'in davom ettiryapti. Bu yerga minglab yoshlar, minglab talabalar tashrif buyurishgan. 300 dan ortiq korxonalar o'zining yaxshi ish o'rinlari bilan, takliflar bilan, tashabbuslar bilan kelishgan va yoshlarni qiziqishi ham katta. Albatta, bu yerda asosan bitiruvchi talabalar, chunki bitiruvchi talabalarning oldida turgan eng katta masala ham bugun ish topish masalasi, o'zining mutaxassisligi bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha kasbiga ega bo'lish va ana shunday yoshlardan biri yonimda turibdilar. Humoyun Xodamov, Kattaqo'rg'on Davlat pedagogika instituti bitiruvchi talabasi. Qolaversa, Humoyun bu yerga nafaqat o'zining biznes loyihasini taqdimot qilish uchun, balki ish berish uchun ham kelganlar. Humoyun, o'zining loyihangiz haqida batafsil gapirib berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Xatamov Humoyun. Bu yerga kelajakka qadam loyihasi bilan chuqurroq tanishish hamda Talaba 2025 Expoga o'zim ish o'rni yaratgan holda tashrif buyurdim. Aynan bu yerda o'zimning loyiham bor. Ya'ni Endikor degan yangi loyiha, bu o'sha sanoat ishlab chiqaruvchi xususiy korxonalar uchun ajoyib yechim bo'la oladigan, juda ham innovatsion loyiha bo'la oladi. Bu loyihani hozir kelajakka qadam loyihasida taqdim etib, aynan o'sha yerda o'sha ekspertlarga ko'rsatib, o'zimga o'sha kerakli xulosalarni oldim hamda bu kelajakka qadam loyihasi bo'yicha kerakli tushunchalar berib o'tishdi. Ish beruvchi sifatida esa o'zim esa xususiy ishlab chiqarish korxonasi menejer lavozimida ishlayman hamda bu yerga o'sha bitiruvchi o'zim tengi bitiruvchi talabalarga o'sha ish vakansiyalarini taqdim etgan holatda hamda ularni o'sha kelajakda ish bilan ta'minlash maqsadida ayni maqsadli tashrif buyurganman. Nechta talabaga ish bermoqchisiz, olib ketmoqchisiz? Hozirgi kunda nasib bo'lsa 20 nafar talaba rejada ish berish. Aynan o'zimizda shuncha vakansiya mavjud. Ularni ish bilan ta'minlab, o'zimizning o'sha zavodda ya'ni yanada oldinga rivojlanish, oldinga harakatni ta'minlab borish. Katta rahmat Humoyun ma'lumotlar uchun. Yana bir qizlarimiz ham shu yerdalar. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti bitiruvchi talabasi, asli samarqandlik qizimiz. Siz qanaqa mana ko'rib chiqyapsiz, korxonalar bilan gaplashyapsiz, natijasi qanaqa bo'lyapti? Assalomu alaykum. Ismim Sevinch Abdumalikova. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti bitiruvchi bosqich talabasiman. Biz o'z kursdoshlarimiz bilan birgalikda yosh samarqandlik mutaxassis sifatida bugungi kunda ayni damda Samarqand 2025 Expo dasturida ishtirok etyapmiz. Kasb ko'rgazmasi juda ham qizg'in davom etmoqda va 300 dan ortiq ta'lim korxonalari, ta'lim muassasalari va tashkilotlar o'zlarini bo'sh ish o'rinlarini taklif etishyapti. Biz o'z rezyumelarimizni bergan holatda umid qilamizki, bizni o'z mutaxassisligimiz bo'yicha o'zimiz xohlagan, demak, yo'nalishda o'z ishlarimizni olib boramiz. Biz ham bunga umid qilib qolamiz. Katta rahmat. Haqiqatan ham bugun va ertaga mana shu Talaba Expo kasblar ko'rgazmasi o'z ishini davom ettiradi. O'ylaymizki, bu yerga umid bilan kelgan har bir yosh o'zini maqsadiga erishadi, o'zining mutaxassisligi bo'yicha kasb yo'nalishlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Jarayonlar davom etadi. Biz esa batafsil keyingi dasturlarimizda xabar beramiz. Umid aka, bizda hozircha shular. Katta rahmat. Rahmat Dilnoza ma'lumotlar uchun. Dasturimiz davom etadi.